DE Cloud'ni o'rnatishni o'rganamiz o'zbek tilida. Mana bitta bizda hamma narsa yonib, bizga bu yerga keraksiz narsalardan bittasi hozir vaqtinchalik mana buni olib tashlaymiz. Bu bizga xalaqit qiladi. Undan tashqari hozircha bo'ladi. Eng asosiysi esdan chiqmasin, Bluetooth, Wi-Fi, lokatsion bo'lishi shart. Ketdik endi. Boshladik endi xohlasa. DE Cloud'ga kiramiz. Bu yerda bizda mana avtomatik turadi tepada. Bu yerda register account qilamiz. Keyin bu yerda teramiz buni. Pochta o'zimizga kerakligini. Keyin mana bu yerda galochkani qo'yamiz, keyin отправить knopkasini bosamiz. Bu yerda hozir bizga podskaska chiqadi. Mana qo'yamiz. Keyin ketdi. Endi mana kod подтверждение keldi. 7-8 sekund ichida keladi kod подтверждение pochtaga. Mana keldi 003237 parol ekan. Kiramiz endi buni. Bosib parol qo'yamiz. Parolni biz hozir vaqtincha shunaqa holat qo'yib turamiz. Osonroq bo'lishi uchun kirishimizga. Keyin uni o'zgartirsak bo'ladi. Bo'ldi, kirib oldik. При использовании deymiz, разрешить qilamiz. Mana bu yerda bu fake demo versiyasi qanaqa ishlash prinsipi bo'lishi kerak gibrid instansiyalar uchun. Bizda bu yerda on grid, shu uchun ochamiz, sozdать станцию qilamiz. Uning nomini yozamiz. Adres qilamiz, sistema подключение к сети qilamiz. Bu yerda 10 qo'yamiz. Mana bu yerda biz O'zbekiston so'mini tanlaymiz. Добавить сейчас qilamiz. Buni bosamiz. Ketdi endi. Успешно добавлен. Endi bu yerda biz Wi-Fi terib olamiz. Endi kutamiz mana. Podключение boshlandi, xudo xolasa. Antennasi yaxshi chiqib tursa, mana bo'ldi. Hammasi joyida. Endi ozgina kutib tursak, keyin ekranda qolgan hammasi ko'rinadi. 5 minutdan 10 minutgacha. On grid sistema mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyin ozgina